gelik olib 10 ming dollar ziyonga kirgan akalar, sizlar yeb qo'yibsizlar. Bu video sizlar uchun. Qaranglar. Ikkita gelik turibdi. Bu gelik manufaktur, bunisi как обычный, lekin pozitsiyasi bir xil. Bunda ham shu komplektatsiya, bunda ham shu komplektatsiya. Ishoninglar, qaranglar, farqi nimada? Manufaktur yozig'i mana shu ruchkasida bo'ladi, mana bu choki boshqacha rang bo'ladi. Bo'ldi, ko'jalari hammasi bir xil adinkandan bu bo'ladi. Hech qayerda o'zgarish topa olmaysizlar. Mana shu yerda manufaktur degan yozig'i bo'lsa 360 ming dollar bo'ladi. Yozig'i bo'lmasa 350 ming dollar bo'ladi. Farqi shunda, akalar, ko'p inson yeb qo'yapti. Manufaktur bu manufaktur shoxi bor, nitrasi bor deb aldab sotib qo'yishyapti. 10 ming dollar ziyoniga sizlar gelik olib haydab chiqib ketasizlar. Anvar aka o'g'illar kelganman, Sergelida Mercedes avtosaloni, rasmiy avtosalonda ishlaydilar. Akada juda ham ko'p yaxshi to'liq ma'lumotlar bor. Yolg'on ko'p aralashyapti aka. Sizlarga kelishsa, sizga kelishsa biz to'liq informatsiya beramiz. Razницani komplektatsiyadan nimaga arzon, nimaga qimmatligini to'liq tushuntirib beramiz. O'zingiz tushuntirib berasiz. Yolg'onsiz ishoninglar. Olinglar Mercedesni, original avtosalondan olinglar. Maza qilib haydanglar. 10 ming dollar hazil ekan summa emas aka.